Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi eshik romlarimizni mana ikkita eshik, ikkita rom hisoblanadi bu. Mana bitta eshigimiz, bitta eshikning o'zi, bitta rom bor. Buni asakaga olib kelib o'rnatib bo'ldik, xudo xolasa penalab, qatirib, bu belida yog'ochlarni nimaga qo'yding desanglar, pena qisib olmaslik uchun zazorni o'z holida ushlab qoladi, shunday qatadi. Asakani qayerga olib keldik? Keling. Keling o'tingda internet orqali mana zakaz qilishdi. Ukalarimiz ham mana uka yoqdimi eshik romlar? Ha, yo'q. Yaxshimi? Tavsiya qilasizmi qolganlarga ham? Adres qayerda? Asakani qayerga olib keldik? To'rtashda oldiga. Yo'l. Devo ko'chada? Ha. Bo'ldi, mana Asakaga olib keldik. Bemalol ko'rishinglar mumkin eshik romlarni ukamizga. Mana yoqdimi? Yaxshi chiqdimi? Zo'rmi? Sekin gapiryapsiz-ku. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Eshiklarga oq gulli ayna qo'yib berganmiz, ichkarimiz ko'rinmaydi. Eshiklar ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Mana bemalol. Ochib zamonlarda ham yaxshisini qo'yganmiz mana. Zamonlar. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berish ustunovkasi ichida bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Salomat bo'lasizlar.